Ya mayli aka, men bu 2-0 yutkizganiga ham maqtgan. Nima ya, bolalar bunaqa sarosimada bir noaniqlik aka. Qo'pol. Qo'pol to'g'ri. Birinchi taymda ikkita sariq kartochkani o'zi bu bolalardagi o'sha hali ruhiy va jismoniy tayyorgarlik yo'qligi. Ulgura olmay qolyapti to'pga. Ulgura olmay qolgandan keyin teparyapti. O'zbekchalik bo'lib ketyapti. O'zbekcha bo'lib ketyapti. Yo'q, unisiga bolalarni hayron. Bu o'rtoqlik o'yini. Bu o'rtoqlik o'yinida haligi bir-biri bilan raqib bilan ham bir-birini chalib yiqitganda, hushyor bo'l. Yomon yiqilmadingmi? Bu jiddiy berilma. Bu o'rtoqlik o'yini. Asosiy o'yin hali oldinda. Sen jarohat olib qolsang, tusholmaysan. Men ham jarohat olib qolsam, tusholaman. Shuning uchun ehtiyot olib o'ynaylik deb bir-biriga do'stona bir kulib nima qilish kerak-da. Biz bolalar ko'rsa sal bo'lsa tushiraman dedi. Bir-birini turtib. Husanov ham nima qilsa endi bechara. Endi komanda jamoa o'zi endi hozir yomon o'ynamadi. Endi bori shu Iskandar. Nima deydi haligi Qozonda bori shu. Shunaqa, Qozonda bor shunisi chiqadi. Endi Fabio Cannavaro ham aytdi, o'sha italiyalik jurnalistga bergan intervyusida. Bu jamoa bilan jahon chempionati tajriba o'tkazamiz, lekin biz jahon chempionatida O'zbekiston bilan bu komanda bilan bir ochko olsak ham katta gap dedi. U italiyalik mutaxassisda borini aytdi. Havolarga uchirib Portugaliyalarni yorib tashlaymiz, Kolumbiyalarni yorib tashlaymiz, Kongoni yirik hisobda yutamiz, keyin gruppaga chiqamiz demadi. Borini aytib qo'ydi. Jahon chempionatiga to'g'ri prognoz qildi. Ya u bir ochkoni qo'ying aka. Mana siz nima deysiz? Bitta bo'lsa ham gol urarmikin? Umid bor bitta golga. Menimcha shu Kongoga uramiz xudo xolasa. Aka bitta gap aytaymi? Agar Kongoga bitta gol ursa-chi, men tango o'ynayveraman. Bugungi mamlakat vaziyatlarni ko'ryapsiz-ku, bolda dovdirab bo'lsa noaniqlik. Bu tursa mangoga ham ura olmaydi aka. Ha, endi mayli. Shunchalik chiqdi bolalar, omad tilaymiz, umid qilamiz, yaxshi o'yinlar ko'rsatadi, hali hammasi oldinda. Lekin baribir ham bugungi o'yin ko'rsatib qo'ydi, qanchalik hali uruven nima deydi, hali o'sha darajamiz jahon futbolida hozircha o'sha tajriba kerakligi boshqa. Chiroyli o'ynab kelsa va eng muhimi siz aytgandek, bitta gol urib kelsak ham katta gap aka. Lekin omad tilaymiz, umid so'ndirmaymiz. Olga O'zbekiston.